To'rt yil bo'libdi YouTube'ga video qo'yganim yo'q. Agar ayanchli voqealardan boshlasam, esingizda trading olamida bunaqa hali yo'nalishda hali hech kim chiqmagan. Mana shu falokat Rossiya, Ukraina sababi bilan pullarim boshqa yerda qotib qolgan. Muntazam ishlaydigan treyderlarga yordam bo'ladigan proyekt. Mana shu turish mediani, mana shu turish tashlab ketganman. Tamom. Assalomu alaykum hammaga. 4 yil bo'libdi YouTube'ga video qo'yganim yo'q. 4 yillik tanaffus deymizmi? Hop. Endi ko'plar yozgan bu arada, qayerga yo'q bo'lib ketib qoldingiz, nima bo'ldingiz, qanaqa bo'ldingiz? Mana shu 4 yillik tanaffus nima uchun bunaqa tanaffus bo'lganligini shu qisqacha qilib ozgina tushuntirib berib o'taman. Imminni trading sohasini. Xo'p, agar ayanchli voqealardan boshlasam, ana shu 2022-yilda o'zi rosa gullab yashnagan vaqti hamma joy. Haqiqatda mana o'sha logotipda ko'rganlaringizdek $1 million tagida kapital boshqarardim. O'zimni pullarim. Mana shu falokat Rossiya, Ukraina bilan urush boshladi. Ana shundan keyin hamma narsa ostin-ustin bo'lishni boshladi. O'shanda ham endi mana bunaqada noldan ko'tarilib shuncha katta kapital qilgandan keyin odamda ham duh tushunchalar qanaqa desam o'sib ketarkan, samovernis deydi, nima deydi, shunchalar kuchayib ketarganda o'sha mana shu neft meni boshimga yetdi. Ko'plar endi meni taniydiganlar biladi, hamma gapiraveraman. Xullas ancha qarochi pulni yeb ketdi neft. Mana shu endi bu mana shunaqa holat bo'lish kerak ekan. Mayni aytilish 10 yil, 15 yil davomida ishlab yurgan bo'lsam, urush bo'lmaganda, unaqa ekonomik faqat o'sgan. Ana bu neft mana shu 60 dan 50 dan mana shu atrofda yurardi-da. Riski ko'tarib yubordi, 80-90 rosa kirishni boshladim. Katta shotlarimdan. Nari borsa 100 dan 110 ga chiqadi, 100 ga chiqadi deb o'ylab rosa tiqishni boshladim. Nechiga chiqib 141 gacha chiqib ketib qoldi-da. O'sha oxirigacha ushladim, qarochi. Aqqicha chiqmaydi. Bitta o'zi uxlab tursam, o'zi bitta ko'tarib shotni olib ketib qoldi-da. Mana shunaqa xullas, mana shunaqa bo'lib katta summa yo'qotdi. Odam mana shu stressga kirmadim, boshqa deb odam o'zini o'zi aldaydi-ku, lekin bitta falokat kelsa arqa kelaverar ekanda. Buni ko'p mana o'zimiz mana ko'p treyderlar kuzatadi bu kanalda. Treyderlar o'zi tushunadi bu ichida nima o'tganligini. Chunki har bitta treyder slift ta'mini, nolga tushib qolishlik ta'mini totib keyin treyder bo'ladi. Buni uspешный treyderlar по-любому ichida men hozir gapirib berayotgan narsalarni agar ko'radigan bo'lsa, ichidan o'tkazadi. Yo'q, shunaqa qilib katta summani boshiga yetdim. Xayriyatki, summalar o'zimning pulimda, hech qanaqa bir investitsiyalar olib ishlatgan pullarim emas edi. Shundan keyin ancha vaqt hafsalam bo'lib yurdim. Endi nima deydi, stress, mayli deydi, shunaqa bo'lgisi kelgan ekan dedim. Mana shundan keyin sekin-sekin vassalamini qilib noldan yana qaytarib ko'tarildim. Xudoga shukr. Endi hammasiga shu o'zimizda harakatimiz sabab. Yana mana hozir ko'rib turganingizdek yana chiqibman. Yana bloglarni yozishni boshlayapman, xudo xolasa. Mana shu keyin o'sha vaqtgi analizlarga kelsak, 2020-yildan beri kuzatadiganlar meni biladi. Bitcoinni qanaqa analiz qilishimni,
tilloni qanaqa analiz qilishimni. Men sizlarga aytsam 100% emas, Bitcoin o'zini haqiqatdan o'shanda mana shu videomda, mana shu YouTube kanalimda mana shu 2022-yil oxirgi videolarim o'zi 2022-yil, 2021-yil oxirlarida videolar qo'yganman. Bitcoin 70 mingga chiqib, qaytib tushishida 60 ming, 65 ming, 50 ming dollarlarda aytganman-da. Bu hammasi video mana shu kanalimdagi videolarda bor. Agar men bunda chiqib qolsa ham kerak, agar qo'ysak, o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. O'shanda haqiqatdan yaxshi moment bo'lgan, chunki men haqiqatdan yaxshi krupniy investitsiya qilolmaganman. O'shanda Bitcoinga o'zim ko'tarilishga o'zim ichimdan ishonib hamma narsaga, sababi men pullarim boshqa qotib qolgan bo'lgan. O'sha katta portfel qilolmaganligim sababi ham o'sha bo'lgan. Lekin mana hozir Xudo xolasa o'shanda aytganman 20 minggacha tushib, keyin 100 minggacha ko'tarilishi kerak deganman. 125 ming, 126 minggacha ko'tarilib ketdi. Shunaqa holatga yaqin holda turibmiz hozir. Chunki mediamni vazabnavlik qilishim ham shu sababli, Xudo xolasa tilloni, Bitcoinni sababi menga orada yozib turadi odamlar. Men buni analiz qilib beray, mana bunaqa, nima qilsak bo'ladi, bundan minusdaman. Endi qo'limdan kelgancha yordam beraman odamlarga ham. Keyin bu arada nimalar bo'ldi yana? Instagramim bloklanib qoldi, Vizlon bo'ldi, bloklanib qoldi. Bloklangani yo'q, to есть dostupim yo'q Instagramlarimga. Bir marta Vizlon bo'lgandan keyin yana dostup qanaqadir xullas yangi Instagram hozir ochganman. Mana shu videoning tagida qoldiraman silkasini. Mana shu video agar oxirigacha ko'rsanglar, o'tib Instagramimda kuzatsanglar bo'ladi. Yangi proyekt qilganman. Bu yangilik haqiqatdan SNGda, не только O'zbekistonda, SNGda trading olamida bunaqa hali yo'nalishda hali hech kim chiqmagan. Bu imенно mana sizlar mana ko'rib boraverasizlar nimaligini. O'zlaringiz uchun tushunasizlar. Faqat traderlarga foydasi tegadigan proyekt bo'ldi bu. Hech qanaqa signal kanal emas, hech qanaqa kurs emas, hech qanaqa odamlardan foyda uchun nimadir sotish emas. To'g'ri, foydali kontent qilib YouTube'ga joylab boraman. Sababi nima uchun desa, 2020-yilda bu sohani sal avj olishni boshlagan vaqtda 2020-yilda men ofisda ochib, o'quv kursda ochganman-da o'sha paytdan boshlab, lekin ancha hozirga qaraganda auditoriya o'sgan. Qanaqa desam, o'sha vaqtda oddiy masalan aytaylik bir 10 mingta, 20 mingta bo'lsa, o'sha hozir 500 mingta, 600 mingta odam o'sha trading nimaligini tushunadi. Juda ko'plar o'qib chiqqan har joyda. O'sha uchun ham hali yana kelajagi bor. Hali yana kuchli traderlar O'zbekistonda yetishib chiqadi. Kripto traderlar, forex traderlar, xohlasa xohlamasa bu yo'nalishda qanaqa desam, bu yo'nalish O'zbekistonda hech qanaqa bir to'xtatib bo'lmaydi-da. Chunki bu sohaga qiziqish juda ham kuchli. Любой men degan insonda yoshmi, kattami, chunki bu soha pul sohada. Shuning uchun qo'limdan kelgancha foydali videolar qilishga harakat qilaman. Endi bundan bag'iga YouTube kanalida mani eslagan bo'lsanglar, haligacha kommentariy yozib turadi. Mana shu atiga 20 ta videom bor. Mana shu YouTube'imda. Hozir faqat shu YouTube'im dostupim bor shu. Yana nima? Proyektda mana shu har bitta video qilib qanaqa proyektligini, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak. Bu proyekt faqat realniy shotda o'rgangan, muntazam ishlaydigan traderlarga yordam bo'ladigan proyekt bu. Videoni davomida ko'rib boraverasizlar. Boshqa har bitta sonida
Imminni mana shu faqat foydali, treyderlarga foydasi tegadigan narsa bo'ladi, Xudo xolasa. Hop. Meni taniganlar bo'lishi mumkin. Chunki bu kanalimda 10 mingtaga yaqin obunachi bor YouTube'da. Bu normalniy degani, yaxshi degani. Hop, agar meni tanimasdan ko'radigan bo'lsanglar, обязательно kanalga kirib ko'ringlar. O'sha necha yil oldindan qo'yilib kelgan videolar bor. Instagramim bor. Instagramim dostupim bo'lmasa ham ochiq turibdi. Instagramimni o'tsanglar, Instagramimda ham turibdi hamma anaqalar. O'sha vaqtda kanallar, eski kanallar ham turibdi, qolib ketgan. Mana shu turish mediani, mana shu turish tashlab ketganman. То есть odam faqat bu yana nimani aznishit qiladi, faqat o'sha o'quv kursidan pul topilmaganligini o'sha vaqtda. Haqiqatan odamlar o'qigan, foydasi tekkanlari ham bo'lgan. Chunki men boshdan aytganman, bu sohada misol uchun o'qishing mumkin, o'rganishing mumkin, pul sarflashing mumkin, lekin bu sohani olib ketishingga sen o'zing ham bilmaysan deb Luboyga tushuntirganman. Bu sen sohaga kirding, ko'rding nimaligini, saniki yo saniki emasligiga tushunish uchun u senga o'sha qayerdadir pul berib o'qib, o'rganib, havodan o'rganib bo'lmaydi, yo internetlardan topib o'rganib bo'lmaydi. Menga to'g'ri keladi yo to'g'ri kelmaydi degan narsaligi uchun. To есть kimnidir kurs foyda bermadi degan narsa bo'lmashi kerak. Chunki mana shu sohadan uspexga erishganlar ham bor, erisha olmaydiganlar. O'shanda ham aytganman. 100 ta odam o'qisa, 90 tasi haqiqatan chiqib ketadi, 10 tasi qoladi. Haqiqatda masalaga o'shanda aytganimdek, mana o'sha sizlar tonigan shogirdlarim hozir ham yaxshi natijalarda ishlab keladigan shogirdlarim bor, yo'q emas. Shu uchun o'zlaringiz uchun unaqa uni kursida o'qidim. Menga chunki yozishadi, o'sha vaqtda ham kelardi-da, u boshqa kursga bordim. Chunki seni o'zingdan muammo. Kimdir u foydaga olib chiqib qo'yish kerak emas. Shu narsaga sen o'rganishing kerak, sen qiynalyapsan o'rganishga, u senga o'rgatib qo'yapti xolos. Seniki senga hech kim pul berib anaqa ishlab berish shart anaqa emas-da, должен emas bu sohada. Shu registratsiya mavzulari, mana shu trading olamiga olib kirib qo'yadi bo'ldi. Qolgan vazifani dalsha odam o'zi qiynalib, ter to'kib, dalshani olib ketsa, ana o'shanda bir qanaqadir natijaga erishadi bu sohada. Xo'p. Endi men o'zimga keladigan bo'lsam, mana shu yerda o'lganim shu trading sohasida, shu trader bo'lib o'lib ketsam kerak deb o'ylayman. Chunki sababi bu o'zi qanaqa desam, haqiqatda mana traderlarga meni o'zi kuzatadigan bo'lsa, ichidan o'tadigan narsani shu trader o'zi biladi. Xo'p. Bu sohada pul borligini, haqiqatan kallani ishlatsa возможность borligini tushunmaydi. O'zi tushunib yetgani dalshani olib ketaverasiz, slif bo'ladi, qanaqa qiyinchiliklar oldidan chiqmaydi. Shu, keyingi videolarni kuzatib boringlar, Xudo xolasa, o'sha proyektim haqida yaxshi ma'lumot berib boraman. Tamom.